Salom do'stlar, bugun sizlar bilan HP Envy X360 16 dyumli versiyasi haqida gaplashamiz. Nega X360 deb nomlanganligini hozir bilib olasiz. Hozir buni unboxing qilib ko'ramiz. Biz buni olganimizda ochib ko'rganmiz. Shunaqa qilib qaytarib olib qo'ydik. Ichidan nimalar chiqadi degan savol. Ichidan faqatgina bizda notebook bor, o'ralgan. Bundan tashqari makulaturasi bor, ichida qog'ozlari kerak emas. Va bizda 65 wattlik zaryadniki chiqadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz 65 watt ko'ringan bo'lsa agar. Bundan tashqari bu yoqda o'sha bo'ladigan narsasi, faqatgina yomon tarafi bu yoqga bitta yana qo'shimcha shuni olish kerak. Bunaqa uchtarik chiqadi. Tak, ularni olib qo'yamiz chetga. Korobkasi ham kerak emas. Va biz bundan chiqaramiz. Notebookni o'zi bizga korobkasi kerak emas. Endi notebookni o'zi haqida gaplashamiz. Notebookga keladigan bo'lsak, notebook juda ham zo'r, ixcham qilib ishlangan, ofisli notebook qilib, ya'ni HP Spectre degan modeli bor. Ko'plar uni o'sha biznes notebook sifatida taniydi. Bu o'shandan ozgina pastroq bo'lgan notebook, ya'ni xarakteristikasi va narxi anchagina pastroq. HP Spectre odatda $1400 atrofida. Bu notebookning narxini esa videoni oxirida aytib ketaman. Notebookga keladigan bo'lsak, notebook dyumi 16 dyum va X360 deb nomlanganligini sababi notebook bizada o'sha 360 gradusga aylanadi, aylantirib bo'ladi. Va aylangani uchun 360 gradusga bunda touchpad ham bor, ya'ni sensor qilib ekranni ishlatsa bo'ladi. O'sha planshetga o'xshab turib. Endi dizaynga keladigan bo'lsak, dizayni juda ham chiroyli. Ya'ni tepasi hamma joyda alyuminiydan qilingan va ichida plastiklari ham bor. Va yana bitta aytib ketish muhim bo'lgan joyi 55% hamma ishlatilgan metal qismlari qayta ishlangan metallardan qilingan va 30% qayta ishlangan plastikdan qilingan. Bu tabiat uchun foydali, lekin bizni o'zbeklar qayg'uradimi yo'qmi bilmadim bu haqida. Lekin qo'shimcha ma'lumot. Faqat bizni bitta barmoqda ochish testimizdan o'ta olmadi. Ko'radigan bo'lsak, ochirgan bo'lsak, ochilmayapti. Ya'ni buni ikki barmoq bilan ushlab turib ochish kerak. Yana urinib ko'ramiz. 2 marta ochib ko'rishga. Qani yo'q, ochilmadi. Iloji boricha ikki barmoq bilan ushlash kerak. Buni hozir yoqib ko'ramiz. Yoqdik. Yonishiga menimcha unaqa ko'p vaqt ketmaydi. Taxminan 10 sekundlar atrof ketadigan bo'lsa kerak. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, hozir bu yerda 8 GB operativ xotirasi, 512 GB asosiy xotirasi bor. Operativ xotirasi 8 GB, undan oshiq, ya'ni qo'shtirib bo'lmaydi yoki bo'lmasa 16 GB lik sotib olishingiz kerak. Uning narxi ozgina qimmatroq bo'ladi. Agar mabodo 8 GB lik sotib oladigan bo'lsangiz, uni yangilashni iloji yo'q, ya'ni 16 GB ga ko'tara olmaysiz. 512 GB menimcha yetadi, ya'ni hammaga uncha ko'p narsa saqlamas kerak. Boshqa xarakteristika keladigan bo'lsak, bu yoqdagi bizdagi versiyasi bu yoqda Ryzen 5 protsessori bilan jihozlangan va o'sha qo'shimcha video kartasi yo'q. Bu degani o'yinlarda ozgina qiynalishi mumkin, lekin kuchli o'yin, unaqa kuchli o'yin o'ynamasangiz uncha muammo bo'lmaydi. Bemalol GTA o'yinlar bunda o'ynasa bo'ladi, lekin qatib o'ynash mumkin. Ekraniga keladigan bo'lsa, ekrani 16 dyum, 2K ekran. Tiniq juda ham bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, ya'ni yaltiroq ekran qo'yilgan bu yerga sensor bo'lganligi uchun odatda notebooklarda matte finish deyishadi, ya'ni bu yoqda qanaqa teksturasi bo'ladi, tashqaridan qanaqa yorug'lik tushirgan bo'lsa, o'sha yorug'lik qaytarmaydi. Lekin bu yerda sensor bo'lgani uchun o'sha yaltiroq ekran qo'yishgan va ko'rayotgan bo'lsangiz, agar mabodo to'g'ri yuzasidan oyna bo'ladigan bo'lsa yoki bunaqa chiroq bo'ladigan bo'lsa, shu chiroqni rasmi tushib qoladi. Ko'ryapsiz, ekran yaltiroq bo'lgani uchun bunaqa svetlarini qaytaradi. Bu qanchalik yaxshi bilmadim, atak, lekin ekran juda ham chiroyli ko'rinadi shuni evaziga. Qolgan IPS ekranlarda xiraroq bo'ladi. Bu yerda ekranimiz OLED emas, IPS matritsa, lekin juda ham chiroyli. Yorug'ligi 300 nit. Ichkarida ishlash uchun bemalol yetadi, lekin tashqarida juda ham quyoshli joylarda ishlatadigan bo'lsangiz, ozgina xiralik qilishi mumkin. Bizda touchpad bor. Siz buni planshet qilib, buni qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Bemalol ishlaydi, ko'rishingiz mumkin. Ishlatib ko'rsak bo'ladi.
Portlariga keladigan bo'lsak, bizada chap tarafimizda birinchi USB porti bor, 3.1 USB porti, undan keyin 2.1 HDMI porti, undan keyin ikkita Type-C bo'lyapti. Zaryadniga o'sha Type-C orqali zaryad oladi 35 vatt bilan. Va o'ng tomoniga keladigan bo'lsa, bizda o'ng tomonida yana bitta USB porti bor va undan tashqari 3.5 mm li o'sha headphone jack deb ichadi inglizlarda. Ya'ni naushnik uchun porti bor. Klaviaturasiga keladigan bo'lsak, klaviaturasi juda ham zo'r, faqatgina number padlari yo'q, ya'ni asosiy klaviatura. Bu bir tarafdan yaxshi, qo'lingiz bemalol joylashadi. Undan keyin bu yoqdagi touchpad yana bosib ketmaydi, qanaqadir sensorni umuman bosib olmaysiz. O'sha yaxshi. Yozish uchun qulay, juda ham oson yozishga. Touchpadga keladigan bo'lsak, touchpadni juda ham katta, bu ishlatishga anchagina qulay bo'ladi. Endi bizada bu yoqda 5 megapikselli kamerasi bor. Bu o'sha kamera shutter deb aytishadi. Ya'ni siz kamerani bekitib qo'yishingiz mumkin. Yaxshi tarafi kamerada ya'ni Face ID bor. Agar mobil parol qo'yadigan bo'lsangiz kompyuteringizga, yo'qotganingizda ko'rsin. Bunaqa bo'lib ko'rinayotgan bo'lsa agar, bunaqa bo'lib belgi chiqadi va o'sha belgi sizning yuzingiz sanayotganini ko'rsatadi. Uniki o'sha orqali ochishingiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa parolni kiritsangiz ham ochishingiz bo'ladi. Kamera bilan mikrofonning sifatini ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r emas, lekin ishlasa bo'ladi. Odatda Windowslarda ozgina kameraning kачествоsi pastroq bo'ladi. Bu deyarli hamma notebooklar uchun to'g'ri. Qancha $2000, $3000 olsangiz ham odatda video kamerasi uncha zo'r bo'lmaydi. Zoomda yoki Telegramda gaplash uchun menimcha deyarli yetadi. Ovozning sifatiga baho bering, ya'ni mikrofonning sifatiga hech qanaqa o'zgartirishlar kiritmaymiz. Atrofdagi shovqinlar ishlayaptimi, yo'qmi ularni ko'ring. Atrofda deyarli uncha shovqin yo'q. Mani ovozim qanday ishlayapti, xonaning ichida shularga e'tibor bering. Menimcha yaxshi, zo'r bo'ladi, uncha emas. Audiosiga keladigan bo'lsak, bu yoqda 4 ta speakerlari bor, ya'ni kolonkalari bor. Tepada 2 ta, to'g'ri klaviaturaning oldida va pastda 2 ta kolonkalari bor. Bu kolonkalar Poly studiyasi tomonidan chiqarilgan. Bu yangi brend, bilmadim, aytaman. Endi birinchi marta bu kompyuterni ko'ryapman. Lekin yaxshi. Eshitib ko'rishingiz mumkin. Hozir men sizga bitta qo'shib qo'yib beraman. Baho bersa bo'ladi. Bor ovozida. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Ovozini eshitgan bo'lsangiz, yaxshi. Bunaqa juda ham zo'r emas, lekin bo'ladi. Narxiga yarasha juda ham. Buni kuchiga keladigan bo'lsa notebookni, bu yerda hozir Ryzen 5 protsessor turibdi. 8640HS degan protsessor turibdi. Bu yerda H protsessor nima degani? Ya'ni gaming notebooklar uchun qo'yiladigan protsessor bu. Atak lekin ozgina batareyani ko'proq yeydi, lekin juda ham mo'shni kuchli bo'ladi. Agar mabodo U protsessor oladigan bo'lsangiz, u anchagina tejamkor bo'ladi, lekin unaqa kuchli bo'lmaydi. Ba'zi bir o'yinlarni yoki bo'lmasa programmalarni yaxshi ishlata olmasligingiz mumkin. Bu deyarli hammasini yaxshi ko'taradi. H protsessorning yomon taraflari kuchli, hech qanaqa projeni qotmaydi. Faqatgina o'sha batareyani ozgina ko'proq sarflashi mumkin. Bu yerda batareyasiga keladigan bo'lsak, batareyasi unchalik yomon emas, yaxshi. Internetlarda aytishi bo'yicha taxminan to'liq agar uzmasdan video ko'radigan bo'lsangiz 15 soatga yetadi deb aniq qilishgan. Bu degani 40% yorug'likda, o'sha 20% ovozida. Lekin sizning ishlasizga taxminan 7-8 soatlarga yetadi. Agar o'yin o'ynagan bo'lsangiz, balkim undan ozgina pastroq bo'lishi mumkin. Taxminan 3-4 soatlarga yetadi o'yin o'ynayotganingizda. Agar kuchli o'yin o'ynamaydigan bo'lsangiz. O'yinlarga keladigan bo'lsak, o'yin o'ynaysiz bo'ladi. GTA yana boshqa o'yinlar tortib ham faqatgina ozgina cheklovlar bo'ladi. Chunki 8 GB operativ xotira har doim yetmasligi mumkin. Bu notebookning yomon taraflariga keladigan bo'lsak, yomon taraflardan bittasi oldin aytib ketdim. Ya'ni bu yerda faqatgina 8 GB operativ bor. Bu degani siz uni yangilay olmaysiz. Ya'ni agar 8 GB qachondir yetmay qoladigan bo'lsa, uni kelajakda 16 GB ga o'zgartirishning iloji yo'q, chunki
platasiga u уже yopishtirib qo'yilgan bo'ladi, uni almashtirish joy. Agar almashtirmoqchi bo'lsangiz, notebookni o'zini ham almashtirish kerak. Va bu yoqda faqatgina bittagina SSD sloti bor, ya'ni 512 GB-ligi. Tezligi rostdan ham tez yaxshi, lekin agar qo'shtirmoqchi bo'lsangiz, qo'shimcha sloti bo'lmaganligi sababiga 512 GB-ligini olib tashlash kerak edi. O'rniga yana yangi qo'yishga to'g'ri keladi. Va yana bitta yomon taraflaridan bittasi, narxi endi ozgina pastroq bo'lganligi uchun bu yoqda baribir qayerdandir buni ozgina tejash kerak. Shunda ekranning sifati yaxshi, oddiy insonlar farqiga bormaydi. Lekin bu yog'ida ekrani juda ham zo'r ekran turgani yo'q. Ya'ni sRGB ranglari bu yoqda 61% atrofida rangni ko'rsatib bera oladi. Odatda ko'p notebooklar 100% bo'ladi. Nega bu muhim degan savol bor. Oddiy insonlar uchun bu umuman muhim emas, lekin qanaqadir video montaj qiladigan insonlarga yoki bo'lmasa o'sha grafika bilan ishlaydigan insonlar uchun bu juda ham muhim. Ranglarini to'g'ri ko'rsatib berishi, o'yin o'ynaydigan yoki bo'lmasa kundalik ofis uchun ishlagan insonlar uchun zo'r. Undan tashqari ham yomon tarafi bu o'zini video kartasi bor, lekin ya'ni tashqi video kartasi yo'q. Nvidia GTX yoki RTX ga o'xshagan video kartalari yo'q. Bu ba'zi bir o'yinlarda va video montaj qilayotganlarida ozgina cheklovlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu lekin yana aytaman, o'sha o'rtacha ishlatuvchilarga bilinmaydi. Agar mabodo buni maksimal qilib ishlatadigan bo'lsangiz, qatishlar ozgina shunga narsaga uchrashingiz mumkin. Agar mabodo juda ham kuchli ishlatmoqchi bo'lsangiz, kuchliroq notebook oling. Shu lekin o'zini narxiga pastcha zo'r notebook. Keyin sensor ishlaydi zo'r. Faqatgina sensor ishlatasizmi yo'qmi bilmadim. Lekin kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa agar mabodo video ko'rmoqchi, kino ko'rmoqchi bo'lsangiz, to'liq buni planshet qilib, bunga o'xshatib video ko'rsatib bo'ladi. Hozir siz bunaqasiga ishlatishingiz mumkin, hozir siz bunaqasiga ishlatishingiz mumkin, farqi yo'q. Agar mabodo siz ruchka oladigan bo'lsangiz, ya'ni agar mabodo o'sha sensorlarga yozilgan ruchka bo'ladigan bo'lsa, shu ruchkalar orqali ham rasm chizishingiz mumkin yoki bo'lmasa boshqa ishlaringizni bitirishingiz mumkin. Kitoblarga ham yozib ketasiz bo'ladi ruchka orqali. Bu kimdirlar uchun kerak, balki kimdirlar uchun kerak emas. Masalan, meni o'zimning notebookimda bunaqa ekrani yo'q va shu paytgacha biror marta ishlatmaganman. Kerak ham bo'lmagan. Chunki agar mabodo kerak bo'ladigan bo'lsa, ruchka olib turib ishlatsangiz bo'ladi. Bu notebook kimlar uchun yaxshi? Deyarli hamma inson olsa bo'ladi, hamma insonga mos keladi. Deyarli bugungi kundagi hamma ishlarni bajara oladi. O'yin o'ynasa bo'ladi, bemalol video montaj yoki foto montaj qilsa bo'ladi. Qisman juda ham katta videolar qila olmaysiz. Bemalol YouTube ko'rishga hammasiga zo'r, ekrani juda ham zo'r. O'sha glossy bo'lgani uchun, yaltiroq ekran bo'lgani uchun studentlarga maslahat bergan bo'lardim. Agar mabodo narxi $570, agar mabodo qimmatli qilmaydigan bo'lsa, studentlar ham olsa bo'ladi. Va ofisning notebook uchun ham zo'r. Keyin og'irligi 1.9 kg, ko'tarib yurishga ham oson va chiroyli, dizayn ham juda ham chiroyli. Yangi programmistlar uchun ham bu menimcha qulay notebook deb o'ylayman. Agar mabodo sizga buxgalteriyaga o'xshagan juda ham ko'p number padlari, raqamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, odatda yoniga klaviatura qo'shib ishlatsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa number padi bo'lgan notebook olishga to'g'ri keladi. Lekin 95% odamlarga bu yaxshi tushadi. Agar juda ham o'yin o'ynashga siz qiziqmaydigan bo'lsangiz, bemalol kundalik hamma ishlaringizni qila oladi. Rahmat hammaga do'stlar, agar shu oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, bu notebook qo'limizga tushib qoldi. Bundan boshqa yana qanaqa modellarni obzor qilishimizni xohlaysiz? Har qanaqangi gadjet bo'lsa esiz bo'ladi, balkim telefon bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa notebook bo'lishi mumkin, yoki bo'lmasa qanaqadir quloqchinlar. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyga yozib keting. Agar o'zingizni narxingizni yozib olsangiz, balkim unga ham biz notebooklar maslahat berishimiz mumkin. Lekin $300-400 dan pastga notebook olishni maslahat bermagan bo'lardim. Ular sizga uncha yaxshi xizmat qila olmaydi, qatadi, asabingiz buziladi. Eng kami shu $500 yoki $600 atrofiga yaxshiroq notebook olsangiz, 1-2 yil, 3 yil, balki undan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Qo'rqmasdan ishlatasiz. Rahmat, sog' bo'linglar, peace.